Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Biznes rivojlantirish bankiga bir kontra bir mahsulot tamoyili asosida Qo'rg'ontepa tumanidagi Dardaqtepa MFYda joylashgan 162-konturda 66 nafar yoshlarga ajratilgan yerda bir kontur mahsulot hisobida kungaboqar mahsuloti ekilgan. Hozirda kungaboqar mahsulot unib chiqib, o'z jarayonida agrotexnik tadbirlar amalga oshirilyapti. Bu kungaboqar mahsuloti 1 gektardan o'rta hisobda 4 tonna hosil olish rejalashtirilgan bo'lib, 10 gektardan 40 tonna hosil olishda rejalashtirilgan. Mahsulot sotib olish bo'yicha tumandagi sohibqo'ron 3-7 MChJ bilan lider tadbirkor sifatida shartnomalar 66 nafar yoshlar bilan shartnomalar imzolangan hamda hozirgi kunda dastlabki hisob-kitoblar olib borilgan. Mahsulot yetishtirilgandan so'ng MChJ tomonidan to'liq semichkalar sotib olinadi. Kungaboqar mahsuloti o'tgan mart oyida ekilgan bo'lib, hozirda 100% to'liq unib chiqqan. Mahsulotimiz 120 kun davomida pishib yetiladi. Iyul oyining oxirgi sanalarida yig'ishtirilib olinadi.